Xitoy hökuməti lagerlardakı Uyğur məhbuslarga ximiyalik qurallarni ishlatmoqda. Avtori Erkin Sidiq. Uyğur və Qazoqlardan neçə nəfər sabiq lager məhbuslarının aşkarlışıca, ular Şərqi Türkistanda solab qoyulğan məzgillərdə aq parşükdək ximiyalik dorilarni iste'mol qilishga majburlangan. Mening bir uchur yetkizgüchimning aytishicha, uning Xitoy markaziy hukumati Jamoat xavfsizlik idorasidagi tonishining tushuntirishiga qaraganda, oq parashut dori odamni asti xarakterlik zarlab o'ltiradigan ximiyalik dori bo'lib, Xitoy yuqori darajalik amaldorlari ichida Uyg'urlarga bu xil dorini qanchalik miqdorda qo'llanish va Uyg'ur mahbuslarni o'ltirishdan burun qanchalik vaqt lagerda tutib turish to'g'risida munozir paydo bo'lgan. Yana bir uchur yetkizgüchining 2009 yildagi 5-iyul qirg'inchiligidan keyin tutqun qilinib necha yil turmada yotgan bir Uyg'ur yoshdan bevosita anglishicha, u yosh turmadagi vaqtida har kuni oq parashut dori yeyishga majburlangan bo'lib, u har qatim dorini yegandan keyin nervisi qetishib, badallari titrab, mag'dur qolmaydi ekan. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi barliq Uyg'urlarning biologiyalik uchurlari va DNA arxivlarini to'plagan bo'lib, chet eldagi Uyg'ur olimlar va kasbiy xodimlarning ko'rsatishicha, Uyg'ur mahbuslarning DNA va biologiyalik uchurlari ichki a'zo tijorati va biologiyalik tajribalarga ishlatildi ekan. Yuqoridagi yangi uchur ma'lum darajada bu xil ko'zqarashning to'g'riligini isbotlamoqda. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar Xitoy hukumati tarafidan keng ko'lamda qirg'in qilinmoqda. Chet eldagi Uyg'urlar bo'lsak, to'limi ilojsiz qoldik. Xalqaro jamiyatni Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyati va Uyg'urlarning tragediyasiga taqobil turishqa biz qanday qilib qo'zg'atishni bilolmadik. Agar sizning yaxshi takliflaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, bizga bildirishingizni so'raymiz. Rahmat. 2019 yil 13 may